Do'stim, hali payt keladi, samolyot ham sotib olasan. Hozir sizlar uchun zo'r taklif bilan chiqyapman. Mana bu Mercedes Vito семейныйga ham ishlatsanglar bo'ladi, biznesga ham ishlatsanglar bo'ladi. Mana salonni qaranglar, полный как положено qilingan, idealniy состояниеda turibdi. Orqaga o'tirganingizda mana multimedia upravleniyasi bor, отдельно stolcha qo'yilgan, tushib chiqadigan, ikki yoq tomon pamять сиденье. Сиденье 222 niki qo'yilgan, atamankalari bilan va tomimizda katta oyna qo'yilgan, panoramniy. Birinchi qator ko'rishingiz mumkin, bu ham полный bejavoy qilingan, yangicha rul taqib, mana bu konsolli ham zamonaviy yangi Mercedes-dan qo'yilgan. Stakanni isitadigan ham, sovutadigan ham ishlayapti. 2015-yil именно shopper tomonidan ahamiyat berishingiz mumkin состояниеga. Bu derivanniy stavkalar ham yengilatgan, полный elektronikasi ishlayapti, parktronikgacha, ruchnoy tormozgacha. Nimaga knopkalar va elektronika bo'yicha doskональный tushuntiryapman? Chunki boya aytganimdek, bu переделка. Vitoni prostoyi, Vito biznesga qilingan. Ko'pchilik parod qilib, ishlamaydigan qilib qo'yapti buni. Bilasizlar, 2.2 turbo dizel motor bular uchun как вечный hisoblanadi. Va bu dizelli motorning umuman tutuni yo'q. Karim, bosib ur. Bos. Mana polikgacha bosyapti, umuman tutun hidam yo'q. Sochdan oldin 19 diametrli yangi diska balon qo'yildi. Ahamiyat beringlar, kuzovga tekis turibdi-da, qaranglar. Eshik ochiladigan tomonni ham ko'rishingiz mumkin. Mana bagajniy отделение ham ko'rishingiz mumkin. Joy bemalol yetarli. Oxirigacha qisanglar ham sidenya. Mana bu Mercedes Vito 447 kuzovli 2015-yil 2.2 turbo dizel va полный salon tuning qilingani narxiga keladigan bo'lsa, narxi 19500 kelib ko'ringlar. Yurishlari ham juda mazza.